O'rtoqlar, bu video barcha ota-onalar uchun bo'ladi. Ishdan qaytgan bo'lsangiz, agar sizda 3 yoshli o'g'il farzandingiz bo'lsa, shartta tursigini yechingda tuxumlarini ko'ring. Joyidami, rivojlanganmi? Ko'ring. Nima uchun aytyapman? Men yaqin kunlarda bitta mikroteza operatsiyasini amalga oshirdim. Bemor azospermiya, urug'lari 0, 12 yoshida kriptorxizm operatsiyasini o'tkazgan. Ya'ni 12 yoshida ikki tomonlama moyaklari pastga tushirilgan. Moyaklarini ochib ko'rsam, moyakning anatomiyasi juda yomon. Bu moyak kelajakda onkologiyaga aylanish xavfi yuqori, chunki kriptorxizm kasalligida qancha operatsiya kech amalga oshirilsa, moyak strukturasi shuncha yomonlashadi va tuxumni kelajakda olib tashlash xavfi yuqori bo'ladi. Allohga shukr, urug' topildi, amalladik, lekin kelajakda baribir u tuxum moyak onkologiyaga aylanish xavfi yuqori. Shuning uchun ota-onalar, sizlardan iltimos, обязательно farzandinglarni moyakiga e'tibor berib qo'yinglar. Hoziroq. Shu videoni ko'rishinglar bilan hoziroq. Va bu video manfaatli bo'lishi uchun barcha ota-onalarga yuborib qo'yinglar.